Bu komplekt 10 kishilik bo'lgan, Toshkentga chiqarilyapti. Stol 275 ga 120 akvarium smala oyoqdan bo'lgan, stullar 100% yong'oqdan. Xudo xolasa sifatiga garantiya beriladi. Bu ishimiz 7,5 million so'mga chiqadi. Xuddi shunaqa bo'lib. Endi buni 20 talik, 12 talik, 14 talik qilib beraveramiz. Telefon qilinglar, ekranda pastda nomer turibdi. Xo'p, keyingi ishimiz do'stlar, ko'rishingiz mumkin, Xitoy atirgul deymiz, 3D oyoqlari, 3D roverdan chiqqan. Bu ham stullar yong'oq yog'ochda bo'lgan. Klient xohishiga qarab ikkita kreslo qilib berilgan, hojata, hojonalarimiz uchun tepaga bitta, pastga bitta qilingan. 12 kishilik komplekt, stolning razmeri 340 ga 120, kreslo bo'lganligi uchun oldida bitta turadi. Nargilarda ikkitadan bemalol sig'adimda, okruglik qilib aylantirib beradi. Lekin bunda kreslo bo'lgani uchun bitta turadi. Shu sababdan stoli 340 qo'yilgan. Xon taxta bo'ladi. Stoli MDF, rossiyskiy laminatsiya qilingan tepasi. Behijolat issiq suv, sovuq suv ko'taradi. Bu komplektimiz 7 million so'mga chiqadi mana shu holatda. Agar kreslo bo'lmasa 6 million 600 ming so'mga chiqadi. Har bitta kreslo uchun 200 ming so'mdan rasxod qo'shiladi. Mana shu bir jup deymiz. Shu bir jupga 200 ming so'm rasxodga qo'shiladi xolos. Bunga foyda qo'shilmaydi do'stlar. Buni ham nechtalik xohlasanglar qilib beraveramiz. Narsada mana shu yerda mashina ishlarni qilish uchun 6-7 ta bola ishlaydi, mehnat qiladi, juda chiroyli qilib sizlarga hamma ma'lumotini o't-do berishga harakat qilib chiroyli video tayyorlaymiz. Buni ustida 2 soat, 3 soat ishlaymizda YouTube'ga qo'yamiz. Shuncha mehnatga like, kommentariyasi yoki bo'lmasam ko'rishlar soni juda past, 200-300 ta, 1000 tacha bo'lyapti. Lekin bitta emas, umuman buzuqlikni targ'ib qiladigan qizlarga kiradigan bo'lsangiz, Instagramida ham yoki YouTube kanalida ham kirsangiz, meni shunaqa like ko'p. Do'stlar, kommentariy yozyapsizlar, to'g'ri, misol uchun kommentariyalarda ularga nisbatan negativ yozilyapti. Lekin bitta narsani tushunib olinglar, YouTube'da ham, Instagramda ham algoritm shunaqa ishlaydiki, kommentariya negativ yoziladimi, pozitiv yoziladimi, farqi yo'q, rekomendatsiya chiqishga yordam beradi. Shunga sizlardan iltimos qilamiz, agar bizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, shu Sexti kanali obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolisa qo'limizdan kelgancha obzorlarni qilib beramiz, chiroyli qilib. Hamma mebellar bor, YouTube kanaliga o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Keyin shu videoga like bosib, o'zingiz izohlarda xulosangizni qoldirib qo'ying. Xo'p, bu Xitoy atirgulimiz yana ko'rishingiz mumkin. Bu chinor yog'ochda bo'lgan, 100% chinorda, nargisi yong'oq yog'ochda bo'lgan edi. Bu chinorda bo'lgan. Bu ham 12 kishilik komplekt bo'lgan. Machalkalari boya aytib o'tdim, 12 sm da atachento material, orqasi 3 sm, hammasiniki broshka qilingan. Bunaqa ko'rishingiz mumkin. Broshka qilingan. Stolining razmeri 320 ga 120, stoli MDF da. Endi hozir zakazlarimiz juda ko'p, shunaqa 10 ta, 12 talik bo'lyapti. YouTube kanalimizga o'tsangiz 18 ta, 20 ta, 24 taligini ham qo'yganmiz. Zakaz nechtalik bo'lsa shunaqa qilib beramiz. Bu ishimiz 6 million 800 ming so'm chinor bo'lganligi uchun, agar yong'oqdan bo'lsa 6 million 600 ming so'm bo'ladi. Chinor bilan yong'oqda xizmat qilishi bir xil, xizmat qilishi, lekin nima desa bo'ladi? Chinor kamayib ketdi, shu sababdan qimmatroq kelyapti kuba yog'ochi. Shu sababdan. Stoli MDF dan. Xom taxta bo'ladi. Bu ham xom taxta bo'ladi, stol MDF, 12 kishilik bo'lganligi uchun 320 ga 120. Stullar buniki yong'oq yog'ochda, ko'rishingiz mumkin. Buni nargilardan farqi, tepasi Monika gul deymiz buni. Nargilar Xitoy guli edi, bu Monika gul. Keyin oyog'ida 3D roverda gul o'yilmagan, ko'rayotgan bo'lsa. Buni farqi shu, oyog'ida guli yo'q, lekin bu ham yong'oq yog'ochda bo'lgan, Monika gul deymiz, 12 kishilik. Buniki ham xullas hamma joyi rasxoti bir xil, qolgan ishlar bilan eng qimmatiga ham o'sha $2000, $1,500 sotayotgan ishlarimizga ham bir xil kraska gruntovka ishlatiladi, machalkalar hamma yo'q bir xil ishlatiladi. Bunda ham shu narsa ishlatilgan. Faqat buni fasoni arzonroq, ko'rinishi arzonroq, endi o'ziga yarasha aksessuarlari arzonroq bo'lgan, stoli ham shunga yarasha 320 ga 120. Xullas shu komplektimiz 6 million 200 ming so'm. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha imkoniyati bor. Do'stlar, shu sababdan ulgib qolinglar. Uje biz bilmaymiz qachon narxini ko'taramiz, lekin albatta narx ko'tariladi, chunki voqealar rivoji shunga borib qadalyapti do'stlar. Hozir bitta to'kni narxi ko'tarilgani uchun hozir kamida mana shu bitta stolga $2 dan qo'shiladiganga o'xshab turibdi. O'sha zapchastlarning narxi ko'tarilgan, bu yerda to'kni narxi ko'tarilganini ham hisobiga. Endi undan u yog'ini o'zingizlar hisob kitobini chiqarib olasizlar. Smaladan ishimizni oldingi videolarda ko'rgansizlar do'stlar. Ko'rmaganlar bo'lsa, buni tayyor bo'lgan holatida kimga qiziq bo'lsa Telegramga yozinglar, tashlab beramiz. Bu smala ABS plastmassa deymiz buni. Buni karkasini olib kelib beradiganlar bizga 10 yil garantiya beradi. Biz ham bemalol qo'rqmasdan bera olamiz. Yonboshlarini ham bitta ko'rib qo'yasizlar do'stlar, chekalarini. Keyin orqalari ham oldi bilan bir xil gulli bo'ladi. Bu ancha gabariti katta bo'ladi do'stlar. O'zi mana ishimiz o'zi katta ish. Mana bu narsa. Endi bitta tepadan ko'rsatsa, sidinasini ham obunachilar ko'rib oladi. Vobshe katta ishlangan. Bemalol ayta olaman, 150 kilolik odam bemalol sig'adi. Yuk ko'tarishi 200 kilo, 200 kilodan oshiqroq yuk ko'taradi bu. Buni stoli birinchida ko'rsatganimizdek smala oyoq bo'ladi. Stolning tepasi akvarium bo'ladi. Xohlagan rangda, xohlagan materialingizni qo'yib beramiz, uyingizga moslab. 14 million 300 ming so'm chiqyapti bu ishimiz. 14 million 300 ming so'm. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying. Agar yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa majbur emas. Rahmat.